o'choqli hurmatli obunachilar, mana navbatdagi kamiy pechkamiz. O'choqli 1.30 varianti, klassikalangan variantida. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Qizilqum qishlog'iga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sallohida nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1.30lik hamyog'ini o'zimiz olib, o'rnatib yoqib beramiz. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Bu orqa tarafda bitta duxovka bo'ladi, o'rtasida tozalaydigan joylari. Yo'llarini endi buni g'ishtlar surilib ketmasligiga qotib olgandan keyin egasi yengil yopib, shukatulkalarni qo'ysa chiroyli bo'lib turadi. Qish kelishi bilan sirazi yoqasiz, tezda pechka qurib bering, u qilib bering demaysiz. Hech kimga mushat qilmaydi, devorda turaveradi. Orqa ko'rinish. Uyga sement qo'y. Bitta azbiz olib qo'yadi. Bitta mo'rilar tayyor ekan. Mo'riga ulab qo'ydik. To'g'ri yoqib sinab oldik. Tortishlari o'ta zo'r. Umuman tutun qaytarmaydi, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Sallohada qoldiramiz nomerlarni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pechka 1.30lik o'choqli varianti, kraskalangan variantini zakaz qilishdi. Hamyog'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Rasxoti 1,5 tonna, 1 tonna shunaqa yoqishyapti. Qishda sovib ketganda 1,5 tonnagacha yoqishyapti. Tozalaydigan joylari, mana pechkani tozalaydigan joylari. Yechasiz, tozalab, yengil 15 kun, 20 kun turbalar tepaga chiqadi. Past monosini olib, qoqib, bemalol tozalab olsa bo'laveradi. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kraskasi nima bo'lyapti? Quriyapti. Qurib o'zi tutamay qoladi keyin.